Biz biror narsa qurishdan oldin bu tabiatga ta'sir qilmaydimi deb o'ylab ko'radiganlardanmiz. Bilasizmi, bizni ish biroz doktorlikka o'xshaydi. Faqat biz bemorlarni emas, loyihani rentgen qilamiz. Unda nimalar yashiringan, atrof muhitga qanday ta'sir qiladi? Hammasini ko'rib chiqamiz. Masalan, bir korxona loyihasi keladi. Biz qaraymiz. Havoga qanday zararli moddalar chiqadi? Suvga qanday zararli narsalar tushadi? Tuproqqa ta'siri qanday? Aytgancha, loyiha egasi bizga tabiatga umuman zarar bermaymiz, hatto daraxt ham kesmaymiz deydi va hujjatlarni ekspertiza markaziga taqdim qiladi. Lekin biz joyiga chiqib o'rgangan vaqtimizda aksariyat daraxtlar kesilishiga guvoh bo'lamiz. Xullas, ekologik ekspertiza haqiqatni aniqlash detektivi. Umuman olganda ekologik ekspertiza o'zi nima? Nima maqsadda amalga oshiriladi? Bu tizim qanday yo'lga qo'yilgan? Keling shu haqda mutaxassisdan javob olamiz. Ekologik ekspertiza har bitta rejalashtirilayotgan, amalga oshirilayotgan xo'jalik yoki boshqa xil faoliyatlar o'tishi majburiy bo'lgan tartib taomil hisoblanadi. Ekologik ekspertiza o'tkazilishidan asosiy maqsad faoliyat turini atrof muhitni muhofaza qilish qonunchilik talablariga, o'sha inson salomatligiga salbiy ta'sirlarni oldini olish, ularni kamaytirish, minimal darajaga yetkazish, muvofiqligini belgilash maqsadida amalga oshiriladi. Ekologik ekspertiza obyektlari sifatida barcha rejalashtirilayotgan faoliyatlar, xoh zavod, fabrika qurilishi bo'lsin, xoh ko'p qavatli uy yoki boshqa bir shunga o'xshagan obyektlar qurilishi bo'lsin, ekologik ekspertizadan o'tkazilishi kerak. O'shanda uning inson salomatligi, atrof muhit musaffoligi yoki tabiiy resurslardan qanday foydalanilishiga baho beriladi hamda uni amalga oshirish yoki amalga oshirish mumkin emasligi yuzasidan qaror qabul qilinadi. 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda atrof muhitga o'sha ta'sirini baholash materiallari ekologik ekspertizadan o'tkaziladi. Bunda faoliyat turi rejalashtirish jarayonida uning texnologik jarayonlari, qanday xomashyo ishlatishi, qanaqa chiqindilar chiqarishi, atmosfera havosiga tashlamalar, faoliyat turidan hosil bo'ladigan oqova suvlar tarkibi o'rganib chiqiladi hamda o'sha atrof muhit ta'sirini, inson salomatligiga ta'sirini kamaytirish maqsadida chora-tadbirlar belgilanadi. Keyingi bosqich obyekt qurib bitkazilib foydalanishga topshirishdan oldin ekspertizadan o'tkaziladi. Bu jarayonda o'sha obyektni loyihaviy yechimlari hamda loyihaviy quvvatlari amaldagi quvvat bilan solishtirib, unga normativlar belgilanadi. Bundan keyin obyekt ishlashi uchun normativlar davri boshlanadi. Har 5 yilda ular ekspertizadan o'tkaziladi. O'shanda uni belgilangan normativlarga muvofiq ishlayotganligi yoki normativlardan ko'p ishlayotganligi o'rganiladi. Bunda normativdan ortish holatlari bo'lsa, qo'shimcha kompensatsiyalar qo'llash yoki qonunchilikda belgilangan tartibda zavod faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha o'sha turli xil qarorlar qabul qilinishi mumkin. 2024-yil davomida 31 mingga yaqin davlat ekologik ekspertizasi xulosasi taqdim etildi butun respublika bo'yicha. Shundan 650 ga yaqin loyihalar ro'yobga chiqarilishi butunlay rad qilingan. Shuningdek, 600 ga yaqin loyihalar turli xil kamchiliklari, hisob-kitoblarda xatolari va boshqa sabablarga ko'ra qayta ishlashga yuborilgan. Qayta ishlashga yuborilgan loyihalar o'sha belgilangan tartibda ko'rib chiqib, keltirilgan kamchiliklar tuzatilib, taqdim etilgandan keyin yana qaytib ko'rib chiqilishi mumkin. Bugungi kunda asosan atmosfera havosiga o'sha tashlamalar tashlanishi borasida changas tozalash uskunalari nazarda tutilmagan. Bundan tashqari oqova suvlarni o'sha tozalaydigan lokal tozalash inshootlari nazarda tutilmagan yoki nazarda tutilgan bo'lsa ham kam quvvatli filtrlar yoki oqova suv tozalash inshootlaridan foydalanish nazarda tutilgan. Shular sababdan qaytariladi. Bundan tashqari o'sha loyiha rejalashtirilayotgan hududni tabiiy holati, iqlim sharoitlari, u yerdagi o'simlik, hayvonot dunyosi, yer osti, yer usti suvlari o'rganiladi. O'rganish jarayonida hududda daraxtlar mavjud bo'lsa yoki qaysidir noyob hayvonlar yoki kamyob o'simliklar uchraydigan bo'lsa, bunday hududlarda o'sha loyihani amalga oshirish rad etiladi yoki xulosada boshqa muqobil yer tanlash masalalari ko'rsatib, loyiha hujjatlari orqaga qaytariladi. Misol tariqasida oqova suv tozalash inshooti qurilishi rejalashtirilgan loyiha kelib tushdi bizga o'tgan yilda. Bu loyiha o'sha turli xil normalarga, standartlarimizga javob bermaganligi sababli orqaga qaytarildi. Xorijiy investorlar tomonidan qurilishi rejalashtirilgan ushbu loyihada asosan Yevropa standartlari bo'yicha qurilishi rejalashtirilgan. Yevropa talablarida o'sha oqova suvdagi har bitta ingrediyentni belgilangan normasi bizdagidan yuqoriroq. Misol uchun bizda 1 milligram litriga to'g'ri keladigan bo'lsa, ularda 1,5-3 atrofida bo'lishi mumkin. Shu uchun bizning talablarga moslab qurilishi bo'yicha tavsiyalar berildi hamda mazkur loyiha qaytarib yuborildi.
bo'ldi. Bu bilan ancha muncha salbiy oqibatlarning oldini olish mumkin. Har bitta oqova suv tozalash inshooti qurilgandan keyin tozalangan suv yer usti suv obyektlariga oqiziladi, daryoga yoki ko'lga, shunga o'xshagan tabiiy suv resurslariga. Buning natijasida qanchadan qancha o'sha suv resurslarimizni muhofaza qilishga erishdik. Bundan tashqari ichimlik suv sifatida foydalanish mumkin, qishloq xo'jaligini sug'orishda foydalanish mumkin. Har bitta o'sha tashlangan ifloslantiruvchi moddalar tabiatda o'zini aksini ko'rsatadi. Bu nafaqat tabiat, inson salomatligi, bizning o'sha sog'lig'imiz bilan bog'liq bo'lgan holat. Hozir yuqorida sanab o'tgan 650 ga yaqin obyektlar hammasi turli sabablar bilan qurilishi rad etilgan. Bunda buyurtmachi tomonidan muqobil variantlar ko'rib chiqilishi kerak yoki muqobil maydon tanlanishi kerak. Atrof muhitga yetkaziladigan ta'sirni to'liq kamaytirish maqsadida bir qator chora-tadbirlarni yoki yangi texnologiyalarni qo'llagan holda yechimlar qilishi zarur bo'ladi. Albatta bunday tadbirkorlar har doim qo'shtin olishday tadbirkorlar uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda o'sha bizda ichki nazorat xizmatimiz bor, o'zini tegishli faoliyatini olib boradi. Har doim xodimlarimiz bilan suhbatlar o'tkaziladi. Tegishli organlarga xabar berish yoki shunga o'xshagan holatlarning oldini olish maqsadida belgilangan tartib chorasini ko'rib, tegishli organga har doim xabar beriladi. Bizda shu kabi korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida ekologik ekspertiza tizimi to'liq raqamlashtirilgan. Elektron platforma orqali barcha arizalarni qabul qilamiz hamda shu platforma orqali xulosalar buyurtmachiga taqdim qilinadi. Bundan tashqari xulosalarimiz shaffofligini ta'minlash maqsadida har bitta bergan xulosamiz butun jamoatchilikka ochiq. ecoservice.uz degan saytimiz bor. Shu saytdan xohlagancha xulosalar haqida ma'lumotlar olinishi mumkin. Ushbu raqamlashtirilgan elektron platformani yaratish orqali o'sha sohani shaffoflashtirish, ochiqlikni ta'minlash maqsadlari nazarda tutilgan. Bunda to'liq inson omilisiz loyihalar ko'rib chiqiladi, xulosalar beriladi. Bu jarayonda o'sha buyurtmachi hamda ekspertlarning o'zaro munosabatlari cheklangan. To'g'ridan-to'g'ri ular bir-birini ko'ra olmaydi yoki oldi-berdi masalalari bo'lmasligi ko'rib chiqilgan ushbu platforma orqali. Ekologik ekspertiza o'tkazilmasa, ko'pchilik holatlarda o'sha inson salomatligi yoki atrof muhitni musaffoligiga putur yetkazish mumkin, faoliyat turi. Hozirgi kunda uchrab turadi, yo'q emas. Xulosa olmasdan faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar yoki qanaqadir qurilishlar. Ekologik ekspertizadan o'tkazilayotgan obyektlar hozirgi kunda amaldagi qonunchilikka muvofiq 4 ta toifadan iborat. Bu o'sha atrof muhitga ta'sir ko'rsatish xavflilik darajasiga ko'ra birinchi, ikkinchi toifalar to'liq jamoatchilik eshituvidan o'tkaziladi. Har bitta faoliyat turi o'sha loyihalari bizga kelib tushganda doimiy qat'iy talab qilinadi. O'sha hududda yashovchi jamoatchilikning talab va takliflari inobatga olinganligi, ularning roziligi asosida ko'rib chiqiladi. Agarda ushbu rozilik yoki ularning taklifini inobatga olinganligi to'g'risida tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan taqdirda loyihalar orqaga qaytariladi. Hozirgi kunda amalda ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonunimiz mavjud. 2000-yilda qabul qilingan. Hozirgi zamon talablaridan kelib chiqqan holda hamda ishlab chiqarish sanoat sohalarida turli yangi texnologiyalar joriy etilishi, xalqaro talablar yuqori pog'onaga ko'tarilganligini hisobga olib, yangi qonun loyihasini ishlab chiqdik. Bugungi kunda mazkur qonunimiz qabul qilindi. Ekologik ekspertiza hamda atrof muhitga ta'sirini baholash va strategik ekologik baholash to'g'risidagi qonunimiz. Ushbu qonunda qator yangiliklar nazarda tutildi. Atrof muhitga ta'sirini baholash hamda ekologik ekspertiza sohalari shu kungacha bitta yo'nalishda o'tkazilib kelingan bo'lsa, hozir alohida yo'nalishlarga ajratilyapti. Bundan tashqari ilk bor O'zbekistonda strategik ekologik baholash tizimini joriy qilish bo'yicha normalar kiritildi. Jamoatchilik ekspertizasi degan tushuncha kiritib o'tildi. Shuningdek, loyihachi tashkilotlarning reytingini yuritish, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha normalar, ularga qo'yilgan talablar nazarda tutildi. Mazkur qonun natijasida O'zbekistonda ilk bor atrof muhitga ta'sirini baholash jarayonlarida screening, scoping, jamoatchilikning ishtirokini ta'minlash degan masalalar ilk bor joriy qilinadi hamda bu o'ylaymanki o'zini kelgusida natijalarini beradi. Ekspertiza markazini o'zini elektron sayti orqali yoki bizning call centerimiz mavjud. Call centerimiz orqali shuningdek onlayn tartibda o'sha savol yuritadigan botlarimiz bor. Shular orqali murojaat qilishlari mumkin. Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentyabrdagi 541-sonli qarori bor. Shu qarorga muvofiq ekologik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha muddatlar hamda to'lov pullari ko'rsatib o'tilgan. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazish uchun o'sha belgilangan tartibda to'lov summasi mavjud. Ekologik ekspertiza 20 kundan oshmagan muddatda o'tkaziladi. Faoliyat turining qaysi toifaga mansubligiga bog'liq. Misol uchun, birinchi toifaga mansub obyektlarni ekologik ekspertizadan o'tkazish muddati 20 kundan oshmagan muddatda ko'rib chiqiladi. Ikkinchi toifaga mansub obyektlar 15 kunda, uchinchi toifadagi obyektlar 10 kunda, to'rtinchi toifadagi obyektlar 5 kun ichida ko'rib chiqiladi.